Madaniyat muzeyi Nara ve Kyoto 2002 yılı 12 ayının 7. günü Chet ellik o'quvchilardan tashkillangan sayohat o'miki maktab o'quvchilar bo'limining yetakchiligida Naraga qarab yo'lga chiqdik. Bu qitimqi sayohatimizning nishoni Yaponiyaning qadimiy shaharlaridan Nara va Kyoto edi. Sayohatchilar qo'shinida o'quvchilardan boshqa ularning oilasidagilar bor edi. Bulbulnaz bilan Bobur Yaponiyaga yetib kelib hafta o'tgandan keyin har xil iqlimdan kelgan odamlar bilan birga sayohatga otlandi. Ular xushal edi. Bobur so'mkisiga biz qachilab bergan shokolad va kampitlar bilan o'zini bayoshat his qiladi. U kampitlarni sho'rag'ash har xil rang va qiyofatdagi odamlarga ma'madan nazar bilan qaraydi. U o'zini erkilatib qo'yganlarga nisbatan beparvo edi. Bulbulnaz o'ziga kulib qaragan chet elliklarga xijilchan ko'zlari bilan javob qaytaradi. Boburdek chog'larimda mahallamizdan chiqib bir yoqlarga berib boqqan emas edim. Yiroqdan ko'rinib turadigan tap-taqir qumal tog'lari onam va uning atrofidagi kishilar tirikchilik qilayotgan bu dunyoning oxirgi chekidek tuyuladi. Ko'p-ko'k osmon ashu tog'larning kaynidan zaminga sangilab tutishadi. Cho'chaklarda tilga ilinadigan Bag'dod, Ispahan, Kanon shaharlari, Dajla va Nil daryolari ashu tog'ning bu tarafida edi. Kichkina mahalla men uchun jahondagi jimi shaharlar va jimi ishlarni o'z ichiga olgan tilsimat makon edi. Lekin dunyo bolalarimga nisbatan poyoni cheksiz bo'shliq. Ularning dunyo haqidagi tushunchasi mening ayni davrimdagidan ko'p amaliy edi. Qolaylik qatnash ularning nazaridagi dunyoning shirin afsonaviy tusini suslashtiribdi. Sayohatchilar ikki avtobusga bo'linib mangdiq. Bu kuni havo tumanliq edi. Kechadan beri yoqqan yomg'irning namlari odamga xush yoqmaydi. Pallada yo'rag'an oftob o'zining jamolini birpas ko'zitib qo'yib yana yo'qib ketadi. Dag'dam yo'lning ikki qasniqida mashrang tog'. Aralab Yapon dengizining burjaklarini ko'rib qoladi. Odamlar sish o'ltiraqlashgan kentlardan o'tganda dag'dam yo'lning ikki tarafi shovqin to'sadigan to'rlar bilan to'silgan bo'ladi. 3 soatlik yo'l ikki tarafdagi manzaralarga qiziqib qarash bilan tezli chekiga yetdi. Shunda qilib Naraga yetib keldik. Bu shaharda odam ko'p emasdek qoladi. Ozoda ko'chalar, qo'yuq ham egiz o'sgan daraxtlarning yop-yeshil quchoqlarida xiyobon ko'rinadi. Ko'cha bo'ylarida egiz savdo saroylari va mehmonxonalardan asar yo'q edi. Tiqma-tiqma bo'tkalarmi yo'q edi. Ko'cha bo'ylari bir bo'lsa o'rmon, bir bo'lsa ko'l, bir bo'lsa chimliq edi. Yaponiyaning qatnash yo'llarining kengligi 2 avtobus o'tishib ketalaydigan darajada bo'lib, kengri deb ketgala bo'lmaydi ekan. Narada texmi shundaqkan. Nara menga bog'chisamon shahar bo'lib ko'rindi. Ruhim avtobus ko'znaklardan sho'xshib chiqib, bu shaharning yop-yeshil timtos jismini kiyib oldi. Nara shoirona ko'nglimga osoyish berayotgan bu dilrabo shahar Yaponiyaning qadimiy poytaxtlaridan biri. Milodiya 3-asrdan 5-asrlargacha manzarasi go'zal bu shahar Doiva elining markazi bo'lgan ekan. Nara davriga, ya'ni milodiya 710-yildan 790-yillarga kelganda bu shahar poytaxt bo'lib Heijyoko deb atalgan ekan. Heijyoko Jungoning Chang'an shahriga taqlid qilib qurilgan bo'lib, 1260 yildan ortiq tarixga ega ekan.
chog'da bu shaharning sharqdan g'arbga so'zilgan kengligi 4,3 kilometr, janubdan shimolga so'zilgan kengligi 4,8 kilometr bo'lib, Chang'an shahrining 4/1 qismiga to'g'ri keladi ekan. Nara qadamiy poytaxt bo'lganligi uchun bu yerda ibodatxonalar, o'tmishdan tabarruk bo'lmish qasr saroylar, haykal va rasmlar ziyoda ko'pkan. Nara hukumati bu shaharning tarixiy qiyofatini qo'g'dab qilish uchun o'ltiroq uylarning egizligini 10 metrdan, magazinlarning egizligini 31 metrdan, bozorlarda bo'lsa 40 metrdan oshirmaslikni belgilagan. Shunga Naraga nazar solganda bir qarash tili ko'zga chaliqadigani butxonalar, Budda munarlari, yeşil tog'lar va bog'lar, asori atiqi sifatidagi saroylar ekan. Tarixda Narada urush o'tlari to'xtamay yilinjab turgan. Bu jarayonda Naraning qiyofatlarida buzilish va tuzilishlar bo'lib turgan. Shundaqdimi bu shaharda 574 dan ortiq madaniyat yodikorligi bor ekan. Naraga tushiblar Nara bog'chisini ko'zdan kechirdik. Bog'chining atrofi ko'cha. Ko'chada avtobus qatnab turibdi. Bog'chining atrofi ochiq. Tam to'saq yoki sim to'saq degandek narsalar yo'q. Bog'chida rastalarda bug'ular yayrab yurishadi. Ular odamlardan urkimaydi. Balki odamlar orasida bemalol turishadi. Yop-yeshil daraxtlar, gul-giyohlar, odamlar, erkin ham bangbash bug'ular, avtobuslar, kichik mashinalar, ko'ni qasrlar, mana bular bir-biriga ziyon yetkazmaydigan omillar sifatida mavjud edi. Sanoati dunyoda oldingi qatorda turadigan bu davlatning kishilari muhit buhronlarining ochiq ta'mini ham o'zining tajribalaridan, ham boshqalarning to'layotgan badallaridan ko'rib yetishga ulgurgan edi. Ular istroluq ko'vrik, mig'ildab yurgan mashinalar, ko'k taqashgan binolardan qurilgan ma'zab baxt uchun go'zal tabiat, sap muhitni do'g'i tikmagan edi. Cho'ng kichik ko'cha egizlarida osti haydang, udulingizdan bug'i yugurib chiqib qolmasin degan xat yozilgan taxtalar ko'zga tashlanib turadi. Bu yerda hayvonning va daraxtning qimmati odamning qimmati bilan tutashtirilgan edi. Odamlarning o'z-o'ziga bo'lgan so'ygisi noqul odamning o'zida ko'rilmaydi. Odam tabiat bolasi bo'lgan ekan, uning sog'lom turmushi tabiatdagi har bir shay bilan ochiq yoki yoshirin holda bog'langan bo'ladi. O'zini haqiqiy so'ygan inson atrofidagi mavjudotga dushmanlik bilan emas, mehr bilan qaraydi. Nara menga zamonaviy davlatdagi kishilarning tabiat bilan murassa qilishga moyil muhit qarashini ifodalab beradi ekan deb o'yladim. Nara bog'chisini aylanib bo'lib tushlik tamoq yedik. Tamoq yeyish yaponcha uslubda bo'ldi. Bumi bir hisobda yapon tamoqlari va tamoq yo'sullari bobiga bir qitimliq sarguzasht bo'lib qoldi. Tamoqdan keyin Todai ibodatxonasini sayohat qildik. Bu ibodatxona Nara davrining o'ttira mazgilida qurilgan ekan. Padişah Shomuning davlat darajalik cho'ng bir ibodatxona selishga amr qilishi buning borliqqa kelishiga sabab bo'lgan ekan. Vayrokana Buddani markaz qilib selingan ibodatxona dunyoning osoyishligi uchun ibodat qiladigan kishilarning tinch, ozoda makoni bo'lib qolmasdan, yana bu yerda nurg'un ulamolar tarbiyalanib chiqqan. Vayrokana Budda sirtig'i oltindan hal berilgan misdan iborat bo'lib, egizligi 14,98 metr. Bosh barmoqining uzunligi 1,6 metr. Egirligi 5000 tonna ekan. Bu but milodiya 743-yili yasalishga boshlanib 10 yilda bitgan. But va butxonaning qurilishi uchun vositaliq va bevosita bo'lib 2,600,000 odam qatnashgan ekan. Yopiq ichish murosimiga Jungo va Hindistonlardan rohiblar kelgan. Murosim vaqtida
10 ming odam nom o'qigan. İbadetxonani sayli qiladiganlar nihoyat ko'p edi. Yaponlar butning yenidagi yog'och sanduqqa tanga tashlab, butga tevinib o'tib ketishadi. Ba'zilari pal oshqozishadi. Aytishlarga qaraganda, cho'ng kichik ibodatxonalarning iqtisodiy kirimi yuqori bo'lib, ularga davlat ko'plab ta'minot beradi ekan, ham ziyoratchilarga nihoyat ko'p xayr-saxovat qiladi ekan. Fan texniki gullanib sanoat ilg'irlashgan bu elning puhrolari damog'an chog'larida butqa seg'inishni esidan chiqarmaydi ekan. Bu xil faoliyatni xurofiylik deb o'ylamaydi ekan. Ular insonning tabiatida ilohga seg'inish omilining bo'ladiganligini e'tirof qilsa kerak. Tushuntirguchining aytishicha, butxona ilgari keyin yuz bergan urushlarda necha qitim vayron bo'lib, keyin yana asliga keltirilgan ekan. Ro'shanki, Yaponiyami bagliklar o'ttirisidagi urush majralar uzilmay bo'lib turgan zimin edi. Butxona atrofida 100 yillik tarixga ega uylar va daldaraxlarmi bo'lib, kashmishlari taxtayga yezib qo'yilgan edi. Demak, Yaponiyada 100 yillik tarixga ega bir tüp daraxt yoki bir eski tam hukumat tarafidan qo'llaniladigan qimmatlik asari atiqi hisoblanadi ekan. Yaponlar o'zlarining madaniyat meroslarini qaltis asraydi ekan. Ular hatto yaqinqi mezgillardagi butxonalarni shu peti saqlabdi. Qabristonlarni ayni peti qo'yib, yangi qurilgan makonlar va shaharlarni ular bilan organik biriktiribdi. Dedim men Jungodan kelgan doktor aspiranti Liming apandiga. Jahongirlar boshqalarning shaharlarini vayron qilgan bilan o'zlarining shaharlarini yaxshi qo'g'daydi, dedi Liming. 8 davlat birlashma armiyasi yuan-yuanni ko'ydirib xarob qildi. Ular Jungoliklarning madaniyat jihatdagi g'ururini sundirish uchun shunday qilgan. Tajovuzchilarning xuy-payli bir-biriga o'xshab ketadi. Ruslar O'rta Osiyoga kirishdan ilgari keng ko'lamlik tekshirish epbag'an ekan. Shu chaqda Skobelev degan biri Char podshoga mundaq mazmunda maktub yo'llagan ekan. Yerlik xalq biz o'ylagandan madaniyatlikkan, ularni bo'ysundirish qiyin. Bu xalqning o'tmishda yaratilgan barliq asari atiqillarini, masjid madrasalarini, diniy kitoblarini yer bilan yakson qilgandilar, ularning ruhini sundirib, o'z qanotimiz ostiga ola olishimiz mumkin. Liming Tang davridagi shoir Chinziangning 2 misra she'rini o'qidi. Boqaman kaynimga ajdodlar qani, boqaman oldimga avlodlar qani. Men Limingga qaradim. U mening qarashimga javoban mundoq dedi. Ajdod bilan avlod bir-biridan ayrilib qolsa, ular yetimdir. Vaholanki ajdod bilan avlodni bog'lab turadigan narsa til va madaniyat emasmi? Biz ko'rayotgan bu narsalar dal Yaponlarning ajdodidan qolgan emasmi? Qarang, ov tavob qilayotgan Yaponlarning ko'pligini. Shu asnoda shoqirab yomg'ir yig'ib ketdi. Liming ayolining yeniga yomg'irliq og'ili ketdi. Men bug'i ko'raman deb qidirib yurgan Boburni chaqirg'ilamandim. Yomg'ir bir pas yig'ib to'xtadi. Todai ibodatxonasini aylanib bo'lgandan keyin Norod davlat muzeyini ekskursiya qildik. Bu muzey 1895-yili qurilgan ekan. Bu muzeyda buddizmga oid vasiqalar nuqtaliq saqlanadi ekan. Bir-biriga o'xshamaydigan butlarning soni haqiqatan ko'p ekan. Yana hunar san'at buyumlari, rasm, husn xatlarmi xeyli bor ekan. Muzeyning atrofida bug'lar mengib yurishadi. Muzeyni aylanayotganda seriq budur chashliq zilva bir bola oldimga kelib men bilan salomlashdi. O'zining tanishtirishicha uning ismi Tadeusz Letak bo'lib, Polshadan kelibdi. Uning yeshini 30larda bordi deb o'yladim.
Shundoq bo'lishiga qaramay, u doktor aspiranti edi. Siz O'rta Osiyodan keldingizmi? deb so'radi u mendan. Men Jungodan keldim, dedim men uningga. Letak apandi gangirab ketdi. "Oo, kechiring. Men xatolashibdiman. Amaliyotda siz O'rta Osiyolikqa bek o'xshaydi ekansiz", dedi u o'zra xohlik bilan. "Men Jungodan kelgan Uyg'ur bo'laman. O'rta Osiyoliklar bilan tilimiz va madaniyatimiz bir, irqimizmi bir. Siz xatolashmadingiz", dedim men uningga. Uyg'ur? Men anglab baxmabdi ekanman", dedi u. "Hech qisi yo'q. Bir odamning anglagan ko'rganlari hamon cheklik bo'ladi", dedim men va uningdan so'radim. "Siz O'rta Osiyoga berib boqqanmi?" "Turkmaniston bilan O'zbekistonga borganman", dedi u va mendan so'radi. "Yurtinglar Jungoning qaysi tarafiga to'g'ri keladi?" "G'arbi shimoliga, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga chegirdash kelamiz." Biz kasb ustida so'zlashdik. U matematika va uchur bilan shug'ullanar ekan. Shundaqdimi adabiyotga bo'lgan havasi kuchli ekan. "Biz polshiliklarning qinida adabiyotning omillari ko'p", dedi u tabiiyla. Men uningga Adam Mickiewicz, Henry Sienkiewicz, Wisława Szymborska qatorliq Polsha adablarining gapini qildim. U bak hayron qoldi. Szymborskaning ba'zi she'rlarini Uyg'urchaga tarjima qilganimni aytganimda u hayajonlandi. "Qaysi tildan qildingiz?" "Xanzo tilidan." U turib ketdi. Polakchadan inglizchaga, inglizchadan xanzochaga, xanzochadan uyg'urchaga. Undaqda u Szymborska bo'lmay qoladi-ku. Nemishqa bevosita chet el tilidan tarjima qilmadingiz? "Men chet elni ko'rayotgani endi 2-3 oy bo'ldi", dedim uningga. "Eng yaxshi ko'radigan avtoringiz kim?" dedi u. "Paz." "Nemishqa?" "Uning asarlaridan Sharq va G'arb, qadimki va hozirqining hammasi tepiladi. U menga bir sofist bo'lib ko'rinadi." Letak apandi sofist degan gapimga inkas qaytarolmadi. Muzeydan chiqqanda kech bo'lib qolgan edi. O'rinlashtirish bo'yicha mehmonxonaga qaytdik. Yotoqqa o'rinlashib bo'lib soatga qarasam tomoq vaqtiga 1 soat bor ekan. Oila bo'yicha sirtqa chiqib yaqin atrofdagi bozor va rastalarni aylandik. Biz tushgan mehmonxonaning kaynida zumratdek bir ko'l bor edi. Ko'l suyi tiniq ham tip-tinch edi. Atrofdagi dal-daraxtlarning shoxlari ko'l suyiga takkidek darajada egilib turardi. Ko'l bo'ylarida odam oz edi. U yerda qonug'idek o'ltirib olg'im keldi-yu, vaqt yorib bermadi. Ko'l va ko'lning atrofidagi manzaralar Yaponiyaning haiku deydigan an'anaviy she'rlaridagi she'riy obrazlarni esimga soldi. Agar men yaponiyalik bo'lgan bo'lsam, Nara degan bu shaharda turar ekanman. Kechlik tomoq mehmonxonaning birinchi qavatidagi tomoq zalida yeyildi. Vyetnamlik Tov, Bahraynlik Aziz Mahmud Qambar bilan birga o'tirib qoldik. Qambarmi musulmon bo'lg'achqa xohlagan narsasini yemaydi.
tamoqlarga manga o'xshash ehtiyot bilan tegish qiladi. U qandaqdir qirtaq bir narsani og'ziga selib elib, burunlarining to'shiklarini etib chiroyi purishib ketdi. Bu xil taomlarni tabiiy holda yeyotgan tov buni ko'rib piqildab kulib tashladi. Hammamiz charchagan bo'g'ashqa tamoqdan keyin udul yotiqimizga qaytdik. Mehmonxona mulozamatchilarining ichida mo'maylarmi bo'lsa kerak, bir mo'may kelib tatamining ustiga o'rinlarimizni sepadi. Yotgan ko'pilar nihoyat pokiz edi. Mo'may bizga yaxshi tush tiladi. Biz yuyinib uxlab qoldik. Ertasi nashtadan keyin Kyotoga qarab mangdik. Taxminan 2 soatdan keyin tonglik asora atiqa o'rni Roku-on ibodatxonasiga yetib keldik. Bu yerning manzarasi nihoyat go'zalkan. Cho'ng darvozadan kirishimiz bilanla oldimizda yeyilib turgan zumratdek ko'lni ko'rdik. Ko'l suyi aynakdek tinch ham suzuk edi. Shunga bu ko'lning nomi Kyoto ko'li deb atalgan bo'lsa kerak. Buning bizcha ma'nosi aynak ko'l edi. Ko'lning o'ttirisida xoda toshlar va kichik orollar bor edi. Bular ko'lning poyoni va tinchligini tixima oshirgan edi. Sayohatchilar ko'l beshida turishib manzara tomosha qilishdi, sin elishdi, xotira suratga tushishdi. Uduldagi qirg'oqda oltin rangli bir ravoqqat ko'targan bo'lib, tasviri tinch suv yuzida aks etib turadi. U Yaponiya kartun filmi aqlliq Yishodagi ravoqni eslatdi. Bu ravoq burun Roku-on ibodatxonasi. Keyin 2-3 qavatlari nepiz oltin qog'oz yepishtirib zinatlangashga oltin saroyi deb atalgan ekan. 1220-yillarda u bir oromgohgan. Bu yer Ashikaganing 3-sang'oni Yoshimitsuga yarab qilib uning turargohi qilingan ekan. Yoshimitsu vafot bo'lgandan keyin bu joy ibodatxonaga aylantirilgan ekan. Saray jami 3 qavat bo'lib, birinchi qavati yotoq, ikkinchi qavati samuraylar uyi, uchinchi qavati Jongo uslubidagi ibodatxona ekan. O'g'zisiga oltin sumruq o'rnatilgan edi. Ibodatxona atrofi qo'yiq daraxtlar, eqib turgan buloq suvlari va ko'llar bilan o'ralgan. Jahonning savdolaridan yiroq bo'lib, orom elishqa, dunyoning kashmishlari va atmishlari ustida tafakkur qilishga yaxshi joy edi. Tushgacha bu joyni aylandik. Tushlik tomoqdan keyin Nejo ordisiga kirdik. Orduning ichiga kirishdan burun oyoqlarimizni silib sapma kashga edik. Ondan orduning har bir xonasiga kirib aylandik. Bütün orda yağaçdan selingan bo'lib, qasrlar va ayvonlar ko'tarma qilib selingan yağaç koridor bilan tutashtirilgan edi. Orduning atrofi yarmi toshlar bilan qopirilgan sepil va sepil bo'ylab chepilgan xandak liq suv bilan to'ldirilgan edi. Ordu marolari, manzara daraxtlari, xoda toshliq ko'llar bilan zinatlangan edi. Bu ordini 1603-yili Tokugawaning tunji avlod Sang'uni Kyoto shahrining muhofazatgohi sifatida soldirgan ekan. Bu ordidan Toyotomi Hideyoshi davrining ordu uslubi, Tokugawa Ieyasu davrining binokorligi, Tokugawa Iemitsu davrining rasm va o'ymakorligi aks etib turadi ekan. 1867-yili 15-avlod Sang'unning huquqini podshohga topshirishi bilan Nejo ordisi rasmiy davlatga tava bo'lgan. Nejo ordisini ko'rib bo'lgandan keyin Kyoto qo'l hunarvanchilik markazini sayohat qildik. Binoning birinchi qavatida turli qo'l hunar buyumlari sotiladi ekan. Sanoat yuksak darajada taraqqiy qilgan bu elda milliy an'anaviy qo'l hunar buyumlari intayin e'tiborlanadi ekan. Bu yana ko'rib sirtning tovarlari qoplab ketgan bizning rayonimizda Uyg'ur qo'l hunarvanchiligining rolini joriy qildiradigan maxsus markazlarni Qashqa, Xotan, Kucha, Turpan qatorliq an'anaviy makonlarimizda qurib chiqishning zarurligini to'nib yetdim. Qo'l hunarvanchilik markazini ko'rish davomida har birimiz guruch xamirini tavlab pishirib, oldin tayyorlab qo'yilgan qiymalar bilan yaponcha sambosa tugdik.
Hunar egalari bizga ustoz bo'ldi. Bu jarayonda Yapon madaniyatini o'z harakatimiz bilan kechim qilib boqdik. Kechim degan bu so'z Hanzu tilidagi tiyan, ingliz tilidagi test degan gapning dal o'zi. Bu ma'arif va psixologiyada keng ishlatiladigan so'z bo'lib, Uyg'urcha kechim yoki kechinma deb olsak muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Kyotoning Yaponiyaning qadimgi poytaxti ekanligini bilardim. Ammo bu shaharda ko'rganlarimiz intayin cheklik bo'lib qoldi. Nijo ordisidan qaytib Kyoto qo'lhunarvanchilik markaziga borguncha ko'rganlarim odatdagi manzaralardan iborat bo'ldi. Ko'cha, bino, mashina. Balkim bizning ko'rganlarimiz Kyotodagi asar atiqalarning faqat biridir. Kyoto shahrining nufusi 2.600.000 atrofida bo'lib, tog'lar bilan o'ralgan shahar ekan. Bu shahar yillik o'tirish temperaturasi 14-15 Selsiya gradus atrofida. Havosi illiq, muhiti go'zal, qadamiy puroqqa boy bo'lg'ashqa nurg'un sayohatchilarni o'ziga jalb qiladi ekan. Kyoto shahrini Podshoh Konmu milodiya 794-yili barpo qilgan ekan. Shuningdan e'tiboran bu shahar Yaponiyaning siyosiy, madaniyat, iqtisod markazi bo'lib kelgan. 7 sulolani boshdan kechirgan bu shahar binokorlik, go'zal san'at, qo'lhunarvanchilik meroslariga boy bo'lib, Yaponlarning ruhiy vatani deb ta'riflanadi ekan. Kyotoni sayohat qiladiganlarning soni bir yilda 56 million odam qitimga yetadi ekan. Buning ichida chet elliklarning soni 520 mingga boradi ekan. Yaponlar sayohatni yaxshi ko'radigan xalq. Buningga ularning yonchuqining tomligi va o'lchamlashgan ma'arifning umumlashganligi sabab bo'lsa kerak. Ular o'z davlatining madaniyat meroslarini qizg'inlik bilan ko'radi ekan. Bu Qashqardan Urumchiga yoki Urumchidan Xotanga berib, restoranda tamoq yeb qaytib ketishni yaxshi ko'radigan Uyg'urlar bilan ro'shan selishtirma edi. Shahar bir millatning ruhiy haykali. Dunyodagi ba'zi shaharlar xonning buyrug'i bilan quriladi. Bundaq shaharlar mustabid xonadonning qo'rg'oni sifatida mavjud bo'ladi. Ba'zi shaharlar muqaddas tavobgohlarni markaz qilib kengayadi. Ba'zi shaharlar daryo va tog'lardan iborat tabiiy hayotlik muhitini negiz qiladi. Ba'zi shaharlar tabiiy shakllangan bozorni o'q qilib paydo bo'ladi. Tarixdagi Uyg'ur shaharlari qandoq paydo bo'lgan va qandoq yo'qolgan, bugungi shaharlarimizning tarixiy qismatlari qandoq bo'lgan, uning madaniyat qatlami qandoq degan masalalar bizning jug'rofiya yoki madaniyat tadqiqoti bilan shug'ullanadigan odamlarimizning qo'liga tig' chiqmagan tema. Har qanday bir shaharning ideal qatlami bo'ladi. Bu qatlam bu shaharni barpo qilguvchi xalqning e'tiqodi, dunyo qarashi va antropologiyalik alohidligidan tuziladi. Ideal qatlamni manba qilgan tuzum qatlami shu shaharning ishlab chiqarish, savdo, bozor, qatnash, sud, adliya, madaniyat, ma'arif, siyosiy sistemini shakllantiradi. Shaharning tuzum qatlami va ideal qatlami kishilarning faoliyat shakllarida konkret namoyon bo'ladi. Bu tabiiy holda shu shaharning qilim qatlamini hosil qiladi. Qashqarlikda Qashqarga loyiq harakat tusi, Shi'anlikda Shi'anga loyiq harakat tusi bo'ladi.
yuqorqi qatlamlar oxir berib bir shaharning obrazini keltirib chiqaradi. Mana bu obraz qatlami deyiladi. Agar bir shaharning bosh qurilishi g'ayri bir ideal, g'ayri bir tuzumga o'tib ketsa, qilim shakli va obrazida tadrijiy yotlashish bo'lib, u aslidagi ideal bilan ziddiyatli qiyofatga kiradi. Qashqa O'rta Osiyo madaniyat tipidagi mashhur shahar bo'lish sifati bilan ikkinchi Buxoro deb sifatlangan. Bugun u zamonaviylikni qandoq ravishda qabul qilish masalasiga duch keldi. Avtonom rayon tavasidagi har bir qadamiy shaharmi shundoq. Afina, Venetsiya, Florensiya shaharlari zamonaviylik to'lqini boshlangan Yevropaning qadamiy shaharlari sifatida o'zlarining tarixiy, an'anaviy milliy qiyofatini saqlab qolaverdi. Ular dal mushundoq alohidligi bilan g'arbliklarni faxrlantiradigan mo'tabar shahar bo'lib qoldi. Jungolik madaniyatshunos Yu Chuyu apandi Rim shahriga sayohatga borganda mundoq bir ahvolga yo'liqqan. Kash kirib qorong'i bo'lgandimi Rim qal'asida xiralik hukm suribdi. Yongan chiroqlar oz bo'lg'achqa atrofni aniq ko'gili bo'lmaydi ekan. Yu apandi buning sababini bilmoqchi bo'lib ko'chini orlayotganda bir odamni uchirtibdi va so'rabdi. Apandi, Rim kechisini mishqi yo'riq emas. Siz nereden keldiniz apandi? Shanxaydan. Men Shanxayga borgan, debdi Rimlik odam kirib ketib. Shanxay bak o'zgarib ketibdi. Amerikani do'rashning nima hojati? U yana g'uva chiroq yo'riqiga qarab turib mundoq debdi. Parlaq tarixi bor shaharga chiroq ketmaydi. Yu apandi bu gapdan intayin ta'sirlangan. Zamonaviylashish an'anani yo'qotish emas. Egiz bina, yo'riq ko'cha, fontan, aeroplan va poyezd emas. U oldi bilan bir xil qimmat qarash. Mo'l madaniyat meroslariga, uzoq tarixga ega xalq har qanday bir qimmat qarashni o'zining mustaqil qimmat qarashi bilan baholab, tanlash va shanlashni bilishi zarur. Qashqa o'zining saltanatlik tarixi bilan yo'rib turibdi. Zamonaviy chiroqlar tarixning chirog'ini o'chirib atmasligi kerak. Mana bu men ko'rgan Nara va Kyoto shaharlari ato qilgan aql.